Uyg'ur o'smirlar yetimlar vaqfining ochilish murosimiga qatnashdi. Uyg'ur o'smirlar va ularning bir qanchasining oilasi Istanbulda bu yil yangidan qurilgan yetimlar vaqfining ochilish murosimiga taklif bilan qatnashdi. Uyg'ur o'smirlar va ularning bir qanchasining oilasi Istanbulda bu yil yangidan qurilgan yetimlar vaqfining ochilish murosimiga taklif bilan qatnashdi. 10-iyun kuni Istanbulning Fath rayonidagi Mehrimon masjidining ichki hovlisida o'tkazilgan ochilish murosimida bu vaqfning raisi Mehmet Gulsat Tarapandi so'z qilib, vaqfning qurilish g'oya maqsadlari to'g'risida to'xtaldi va dunyoning har qaysi joylaridagi yetim bolalarga yordam berishni maqsad qilganligini bildirdi. Shundaqla kishilarni bu vaqfni qo'llab-quvvatlashga chaqiriq qildi. Bu murosimga Turkiya bosh ministrining bosh maslahatchisi Umar Faruk Qo'rqmas, Turkiya parlament a'zosi Ravza Qavoqchi kan qatorliq muhim shaxslar va ko'p sonda ommaviy tashkilotlar rahbarlari shundaqla a'zolar qatnashdi. Bu yetimlar vaqfining ochilish murosimiga Sharq Turkiston Ma'arif hamkorlik jamiyatiga vakolatan Nuzugum yetim bolalar fondi jamiyatidan ta'minlanayotgan o'smirlarimizdan 10 dan ortiq o'smirlarimiz va bir qancha onalarmi qatnashdi. Murosimda so'zga chiqqan rahbarlar yetimlar vaqfining ochilishi xizmat maqsadlari va planlari haqida to'xtalgandan keyin mazlum xalqlarning ahvolini bayon qilib, Sharq Turkistondagi zulm haqida, shundaqla zulmga uchragan Sharq Turkiston xalqining beshiga kelayotgan har jihatdagi qiyinchiliklar, ularga ig'dorchilik qilish mas'uliyati haqida to'xtaldi. Faoliyat oxirida Sharq Turkistonlik bir nafar o'smirimiz sahnaga chiqib, duo qilib berishga taklif qilindi va qilingan duoga hamma birdek amin sadoni yangratdi. Qo'llariga har xil hadiyalarni olgan o'smirlarimiz suyunish ichida rahmatlarini bildirib qaytishdi.